Rossiya prezidenti Vladimir Putin SVOdan qaytgan askarlarni FMS bo'limlaridagi ishlarga olishga o'z rozichilikni bildirdi. Yekaterinburgda mehnat muhojirlariga hujjatlarni rasmiylashtiradigan ikkita tadbirkorni qo'lga olishdi. Peterda mushtlashgan 5 ta mehnat muhojir qo'lga olinishdi. Rossiyada 670 ming mehnat muhojir bez dokument yuribdi. Rasmiy ma'lumot: Sankt-Peterburg va Krasnoyarsk shaharlarida bez dokument turgan mehnat muhojirlarga nisbatan katta reydlar bo'lib o'tdi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining xodimi Rossiyada yurgan mehnat muhojirlar haqida o'z fikrini bildirdi. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 28-sentyabr va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Birinchi yangilik shu yaqin vaqtda Rossiyada migratsion tizimni o'zgarishiga tegishli. Bir necha kun oldin Rossiyaning iqtisodiyot vaziri shu migratsiya sohasida bo'layotgan o'zgarishlar haqida gapirib chiqdi. Uning so'zlari bo'yicha Rossiyada yaqin vaqtda mehnat muhojirlarga ishlab bo'lgandan keyin qaytish majburiyati bo'yniga qo'yiladi. Bu degani "Приехал, отработал, уехал" tizimi yaqin vaqtda Rossiyada qo'llanadi. Eslatib o'taman, bundan oldin O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga kelib, xohlasa ishlashardi, xohlasa o'qishardi, kerak bo'lsa bu yerda nikoh qilib, oila qurib, qolib ketishga ham imkoniyatga ega bo'lishgan edi. Masalan, men ham o'z vaqtimda shu 2007-8-yillarda Rossiyaga kelganman. Birinchi bo'lib u vaqtlari Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi bir ruxsatnoma berishardi, patentga o'xshagan bir hujjat. Shu hujjat asosida men 1 yil ishlaganman. Undan keyin RVP qilganman. RVPdan keyin vid na жительство olib va vaqt soat kelganda Rossiya fuqaroligiga hujjatlarni topshirganman. Va menga o'xshab minglab bizning vatandoshlarimiz Rossiyada o'z hujjatlarini to'g'rilashgan. Va mana endi bu tizim Rossiyada o'zgarmoqda. Bu degani Rossiyaga ishlamoqchi bo'lib kelganlar uchun faqat ishlashga tegishli hujjatlar beriladi. O'z o'rnida Rossiyaga qolmoqchi bo'lganlar uchun bir nechta har xil qiyinchiliklar yaratiladi. Bir tomondan buni bir ijobiy tomoni bor. Bu degani ishlash tizimiga ancha aniqlik kiritiladi. Patentlar atmen bo'ladi. Balki ilgaridek mehnat muhojirlar bemalol Rossiyaga kelisha olmaydi, lekin O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan chiqishdan oldin yangi tizim bo'yicha bu yerda shu ish beruvchisi bilan oldindan shartnoma qilib, har bir kerak bo'lgan hujjatlarga ega bo'lib, xuddi Koreya, Yaponiyadek Rossiyaga kelib ishlashadi. Lekin buni salbiy tomoni ham bor. Hammamiz ko'rib turibmiz, Rossiyada shu har xil elektron tizimlar, umuman o'zgarishlar juda ham qiyin kiritiladi va ko'p vaqtda bu vaziyatni qurbonlari oddiy mehnat muhojirlar bo'lib qoladi. Chunki eski tizim olib tashlanadi, yangi tizim oxirigacha qulay tarzda yo'lga qo'yilmaydi. Xullas 2026-yil biz uchun ko'p har xil o'zgarishlarni olib kelmoqda. Rossiyaning prezidenti Vladimir Putin shu SVOdan qaytayotgan askarlarni FMS bo'limlariga ishga olishni to'liq qo'llab-quvvatladi. Eslatib o'taman, bundan oldin shu Rossiyadagi millatchilarning yana bir partiyasi Новые люди rahbari Aleksey Nechayev bunday taklif bilan Rossiyaning prezidentiga chiqdi. Bu taklif Rossiyaning millatchilariga juda ham yoqdi. Men ham o'z o'rnimda bir taklif kiritmoqchiman. Mening fikrim bo'yicha shu SVOdan qaytgan askarlarni nafaqat shu FMS migratsiyaga qarshi, balki Rossiyaning korrupsiyaga qarshi bo'limlariga ham kiritish kerak. O'shanda mening fikrim bo'yicha Rossiya jamoatiga bunday harakatlar ko'proq foyda olib keltiradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Rossiyaning Sog'liqni saqlash vazirligi bir taklif bilan chiqdi. Bu taklifga binoan Rossiyaga kelayotgan mehnat muhojirlarga OMS polislari berilishi kerak. Bunga sabab bo'lganligi bu Rossiyaning kasalxonalariga shu bez dokument tushib qolgan mehnat muhojirlarining sonini ko'payishi. Hammamiz ko'rib turibmiz, shu 3 yil ichida mehnat muhojirlariga nisbatan ko'p qonunlar kiritilgan. Shu sabab ko'pchilik shu reyestrlarga tushib qoldi, bez dokument qolib ketishdi yoki выдворение deportatsiyadan qo'rqib Rossiyada bez registratsiya yurishibdi. Bu bizning vatandoshlarimiz baribir har xil vaziyatlarda kasalxonalarga murojaat qilishmoqda va ko'p holatlarda shu tibbiy xizmatlarga to'lashga mablag'lari yetarli emas. Va shu vaziyatlar bilan ko'p duch kelayotgan
Sog'liqni saqlash vazirligi nihoyat Rossiyaning dumasiga shu OMS tartibiga mehnat muhojirlarini ham kiritishni taklif etishdi. Eslatib o'taman, biz bu g'oyalarni 2015-yilda o'z vaqtida kiritganmiz. Mana endi nihoyat 10 yil o'tib, Rossiyaning Sog'liqni saqlash vazirligi bu g'oyani ishga qo'ymoqda. Do'stlar, eslatib o'taman, agar siz Rossiyada og'ir vaziyatga tushib qolgan bo'lsangiz, siz Saxovat fondiga murojaat qilishingiz mumkin. Saxovat fondi bir necha yildan beri Rossiyada yurgan mehnat muhojirlarga yordam ko'rsatib kelmoqda. Agarda siz ham Saxovat fondiga yordam bermoqchi bo'lsangiz, uyga Mir privilegiya orqali pul yuboringlar. Pul yuborayotganingizda promokod o'zbek terishni unutmang. O'shanda sizga eng yaxshi kurs chiqadi va siz Saxovat fondiga yordam berasiz. Xo'sh, shu yerdan Mir privilegiyaga silka chiqadi. Yuklab olinglar va yaxshilikka ishlatinglar. Yekaterinburg shahrida FSB xodimlari mehnat muhojirlarga registratsiya, продление, трудовой договорlar qilayotgan shaxslarni qo'lga olishdi. Tergovning rasmiy ma'lumotlari bo'yicha bu shaxslar mehnat muhojirlarga 2020-yildan boshlab 24-yilgacha bunday xizmatlarni ko'rsatishgan. Qidiruv jarayonida bu shaxslarning xizmatlari bilan foydalangan mehnat muhojirlarining ro'yxati ham FSB xodimlarining qo'liga tushib qolgan. Afsuski, endi bu shaxslarga ham FSB xodimlari tomonidan har xil choralar ko'riladi. Shuning uchun do'stlar, har xil posrednik idoralar bilan ishlashdan boshingizni tortinglar. Bundan yaxshisi ish beruvchingiz yoki turayotgan joyingizdagi kvartiraning xo'jayinlari bilan gaplashinglar va vaziyatni tushuntirib beringlar. 20-sentyabr kuni Piterda mushtlashgan 5 ta mehnat muhojir Piterning politsiya xodimlari tomonidan qo'lga olinishdi. Bunday harakatlarga asos bo'lganligi bu shu 23 yasharlik o'zbekistonlikdan tushgan ariza. Bu arizaga binoan uning vatandoshlari ko'chada uni to'xtatib urushgan. Shu zahot Piterning politsiyasi bu arizani qabul qilib, tezkor harakatlar natijasida 5 ta O'zbekiston, Tojikiston fuqarolarini qo'lga olishdi. Bu shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va ariza bergan shaxslarga nisbatan ham migratsion tizimni buzganligi uchun ma'muriy protokollar tuzilgan. Shuning uchun do'stlar, yana bir marta aytaman, Rossiyada mushtlashmanglar, urushmanglar, hamma joyda kameralar va hozir mehnat muhojirlarga bo'layotgan munosabatni o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Piter va Krasnoyarsk shaharlarida katta reydlar bo'lib o'tdi. Piterdagi Shusharida joylashgan qurilish maydonida 300 tadan ko'p mehnat muhojirlarining hujjatlari tekshirildi. Natijada qurilish hujjatlari joyida emasligi aniqlangan va ularga nisbatan Rossiyadan vidvareniya qo'llandi. O'z o'rnida Krasnoyarskni Salonsi posyolkasida o'zbekistonlik ashulachini konsertiga politsiya xodimlari bosib kirishdi. Jaloliddin Ahmadaliyev Korona degan to'yxonada 600 tadan ko'p vatandoshlarni yig'gan. Bu yig'ilish haqida politsiya xodimlariga ma'lumotlar yetib kelgan va shu zahot ular reyd qilishni qaror qilishgan. Reyd natijasida 26 ta O'zbekiston fuqarosi politsiya bo'limiga dastavlen bo'lgan, 8 tasi vidvareniyaga bo'lishdi. Xullas, videoda ko'rib turibsizlar, hozir shu migrantlar yig'iladigan joylarga ahamiyat juda ham baland. Shuning uchun do'stlar, mening fikrim bo'yicha yaqin vaqtda bunday ommaviy joylarga borishdan boshingizni tortib turing. Vaziyatni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Nafaqat shu Rossiyaning politsiyalar yoki qandaydir davlat xodimlari, balki har xil millatchilar tomonidan ham provokatsiyalar bo'lishi mumkin. O'tgan haftada O'zbekistonning konsullik bo'limining rahbari Munira Nizamova Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari haqida bir g'alati fikr bildirdilar. Ularning so'zlari bo'yicha Rossiyada mehnat muhojirlariga bo'layotgan vaziyatda birinchi bo'lib o'zbeklar o'zlari aybdor. Bu opamizning so'zlari bo'yicha shu Rossiyada o'zbeklar ko'p har xil jinoyat harakatlarini sodir qilishmoqda. Narkotikga tegishli yoki zo'rlashga tegishli va aynan shu sabab Rossiyada mehnat muhojirlarga, aynan o'zbeklarga munosabat salbiy tomonga o'zgargan. Va bundan tashqari yana bir fikrni bildirdilar. Shu mehnat muhojirlar vatanida o'zini bunday tutmaydi. Rossiyaga kelib, bu yerda nazorat yo'qmish. Shu nazorat yo'q bo'lganligi uchun bemalol bu yerda jinoyat ishlarini sodir qilib yurishganmish. Men Munira Nizamovani fikrlari bilan mutlaqo noroziman. Birinchidan, afsuski Rossiyada ko'p bizning vatandoshlarimiz har xil podstavalar bilan qamalishmoqda. Men buni huquqshunos sifatida, praktik qilayotgan yurist sifatida sizlarga 100% kafolat bilan gapirishim mumkin.
Podstava deganimda bu birinchi bo'lib shu narkotik bilan tushganlar, ularni kimdir aldab bu harakatlarga tortgan. Ikkinchidan shu har xil ekstremistik harakatlar, keyin zo'rlash bo'ladimi? Bu moddalar hozir juda ham ko'p migrantlarga, mehnat muhojirlarga qo'llanmoqda. Va mening ishonchim komil, bularning ichida juda ham ko'p beayb bunday vaziyatga tushib qolgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz bor. Bundan tashqari, Rossiyada millatchilar juda ham kuchayib ketdi va ular ham o'zining Telegram kanallari orqali bo'lgan har xil voqealarni ko'rsatib, o'zbekistonlik va umuman mehnat muhojirlarga nisbatan nafratlarni tug'dirishmoqda, shu mahalliy aholini ko'zlarida. Va bu vaziyatda mening fikrim bo'yicha Rossiyada yurgan o'zbekistonliklar bu birinchi bo'lib bular bu vaziyatni qurbonlari. Shu uchun o'zbekistonlik bo'lib turib, O'zbekistonda Tashqi ishlar vazirligining bir katta bo'limini rahbari bo'lib turib, bunday gaplarni gapirish menimcha kamida juda ham bir g'alati desak bo'ladi. Siz ham bu haqida nima o'ylaysiz? Kommentariyada o'z fikringizni yozing. Keyingi yangilik Rossiyaning Ichki ishlar vazirligidan keldi. Shu rasmiy ma'lumot bo'yicha hozir Rossiyada 670 mingta mehnat muhojir bez dokument yuribdi va ularning ichida ko'pchiligi ayollar va voyaga yetmagan mehnat muhojirlarning bolajonlari. Bu haqida Ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garovoy gapirib chiqdi. Bu akamizni to'g'ri tushungan bo'lsak, aynan shu bez dokument yurganlarga nisbatan yaqin vaqt reydlar faqat kuchayib kelaveradi. Eslatib o'taman, siz o'zingizni ham bu ro'yxatlardan tekshirib olishingiz mumkin. Bu uchun Rosmigrant ilovasini yuklab olinglar. Bu yerda o'zbek tilida bepul tarzda o'zingizni shu reyestr kontrolyuемых лицdan tekshirib olishingiz mumkin. Hozir shu yerdan silka chiqadi, yuklab olinglar va ishlatinglar. Keyingi yangilik Krasnoyarsk aeroportidan keldi. Aynan shu joyda ishlayotgan mehnat muhojir taksistlarga nisbatan katta reyd bo'lib o'tdi. Reyd natijasida 5 ta mehnat muhojir Rossiyadan выдворение bo'ldi va bir nechta Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan O'rta Osiyolik taksistlar shu harbiy idoradan poveskalarga ega bo'lishdi. Odatdagi meni Krasnoyarskdan ko'rayotganlar bor bo'lsa, kommentariyada yozinglar. Vaziyat qanday? Keyingi yangilik Moskvaning Butva rayonidan keldi. Endi bu yerda shu drujinniklar qatoriga Ruskaya община idorasini a'zolari ham taklif etildi. Eslatib o'taman, Rossiyada drujinniklar deganimizda bu ommaviy pozbonlar desak bo'ladi, politsiya xodimlarining yordamchilari va agar ular sizga murojaat qilsa, siz ularga javob berishingiz mumkin, lekin ular sizning hujjatlaringizni tekshirish yoki sizga nisbatan qandaydir choralar ko'rishga haqli emas. Ularning vakolatlari faqat politsiya xodimlarini chaqirish yoki bir qandaydir reyd jarayonida shu politsiya xodimlarining yonida turib, ularga shu davlatdan belgilangan vakolatlarni amalga oshirishda yordam berishlari mumkin. Shaxsiy shu narsalaringizni tutish yoki sizning telefonlaringizni qarash, ular bunday harakatlarni amalga oshirish olmaydi. Agarda sizga nisbatan bunday harakat qilishmoqchi bo'lsa, ularga aytinglar, bu самоуправство yoki politsiya xodimlariga превышение должностных полномочий. Ha, sizga nisbatan qonun buzilsa, nazaringizda tuting, siz har doim 02 ga telefon qilib, bu shaxslar ustidan da'vo berishingiz mumkin yoki bizning Moskvadagi yuridik idoramizga murojaat qiling. Eslatib o'taman, Moskvada ham bizning yuridik idoramiz bor. Aynan shu idoramizda siz har doim halol yuridik xizmatlarga ega bo'lishingiz mumkin. Keyingi yangilik Rossiyaning Dumasidan keldi. Endi Rossiyaning deputatlari maktabga kirish uchun kerak bo'lgan testlarni o'zgartirishmoqchi. Bunga asos bo'lganligi shu o'tgan 6 oy ichida 80% dan ko'p mehnat muhojirlarining bolajonlari maktabga kira olmaganligi. Bu haqida ko'pchilik gapirib chiqdi. Masalan, Tatariston prezidenti ham gapirib chiqdi. Rossiyaga qaytib kelgan rus aholisi ham gapirib chiqdi. Shu gaplardan keyin deputatlar tushunishdi, bu testlarning kiritilishi katta xato bo'lgan va mana endi nihoyat ular testlarni o'zgartirishmoqchi. Bu degani testlar osonlashtiriladi va aytgandek, приниматься во внимание будут особые условия. Bu degani bir xil vaziyatlarda maktablarga testdan o'ta olmagan bolajonlarni ham olishga imkoniyat beriladi. Mana ko'rib turibmiz, shu millatchilarga yoqaman degan deputatlarning g'oyalari hayotda umuman ishlamaydi. Shuncha odamlarni qiynashdi, shuncha bolajonlar maktabsiz qolib ketishdi va afsuski, bu millatchi deputatlar bunday harakatlar uchun javobga tortilmaydi.
Bir tasavvur qiling, yaxshi bo'lardi, Rossiyaning Dumasining rahbariyati tomonidan bu deputatlarga nisbatan bir qandaydir choralar ko'rilsa va kelajakda shu saylovlar bo'lganda bu deputatlar boshqa Dumaga kiritilmasa, shunday vaziyat bo'lsa zo'r bo'lardi, to'g'rimi? Nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. Hurmatli do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Sizdan iltimos, podpiska bosib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Biz imkon qadar ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.